Ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana ummati eng katta olimlaridan bo'lgan, kambag'al odam bo'lgan. Rasulullohning bergan va'dasiga bo'lgan iymonini qarang. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana xalifa bo'lib turgan paytda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kasal bo'ladi va o'lim to'shagiga yotib qolganda ziyorat qilgani keladi. Kelib, "Ey Abdulloh" deydi, "Ko'nglingiz nimalarga kusyapti" deydi. "Nimadan shikoyat qilyapsiz" deydi. Bizda kasal odam bor, nima deb shikoyat qilishini bilamiz, to'g'rimi? Dorimga pulim yo'q, yegan ovqatim mazasi yo'q, hokazo. Nimadan shikoyat qilasiz deb bir mushkulingizni yengil qilaylik desa, sizlarga meni hojatim yo'q degandek qilib, gunohlarimni ko'pligidan shikoyat qilaman deydi. Nima qilib beradi Usmon ibn Affon? Bir narsaga sevgandir deb, ko'nglingiz nimalarda kusyapti desa, Robbim rahmatini deydi. Nima qilib beradi Usmon ibn Affon? Ko'ring, nimalardan shikoyat qilyapti. Ey Abdulloh dedi, Baytul moldan olmay qo'yganingiz, bir necha yillardan beri to'planib qo'ygan oyligingiz to'planib qopti. Shuni olib kelib beraymi? Tirikchiligingizga, koringizga ishlatasizmi deb naqd pulni taklif qilyapti birodarlar. Ey Usmon deydi, dunyodan ketadigan odamga pul nima kerak?